Insoniyat tarixidagi eng yirik qarzlardan biri AQSh milliy qarzi kun sari ko'payib, tarixda bo'lmagan darajaga yetdi. 1980-yilda AQShda har bir xonadonga to'g'ri keladigan qarz miqdori atigi $39,000 tashkil qilgan bo'lsa, 2025-yilga kelib bu raqam $288,000 oshdi. Bu kishi boshiga $112,000 dan to'g'ri keladi degani. 2020-yildan beri AQSh davlat qarzi $10 trillion ko'payib, umumiy qarz hajmi hozirgi kunda $38 trillion dan oshib ketdi. 2024-yilda davlat faqat qarz foizlarini to'lash uchungina o'zini byudjetidan $1 trillion dan oshiq pul sarfladi va bu raqam AQSh mudofaa byudjetidan ham katta. Hattoki Shveysariya iqtisodiyoti hajmiga tenglashib qolgan. Bu shunchaki qog'ozdagi raqamlar emas, bu real muammo. Buni oqibati kelajak avlodlar zimmasiga ortib borayotgan og'ir yuk yuklaydi. Eng muhimi, davlat qarzining bunaqa tempda o'sishi nafaqat Amerika iqtisodiyotini, balki butun jahon moliya tizimini xavf ostiga qo'yadi. AQSh hukumati bir kun kelib o'zini foiz to'lovlarini to'lay olmay qolsa, bu default holat dunyoning barcha mamlakatlariga, jumladan siz va bizga ham o'zini bevosita ta'sirini ko'rsatadi. O'zi bu jarayon qanaqa sodir bo'lishi mumkin? Bugun ushbu savolga javob qidirib, ikki xil ssenariyni ko'rib chiqamiz. Bundan tashqari, AQSh asosan kimlardan qarz olayotgani, qarz nima sababdan bunaqa tez o'sayotgani va to'liq moliyaviy qulashni oldini olish uchun nimalar qilinishi mumkinligini tahlil qilamiz. Keling, oldin AQSh hukumatining moliyaviy majburiyatlarini tushunish uchun oddiy bitta misolni ko'rib chiqaylik. Davlat o'zini xarajatlarini moliyalashtirish uchun asosan soliqlardan tushum oladi. Fuqarolar va korporatsiyalar pul topadi va ulardan soliq to'laydi. Davlat byudjeti esa shu soliq hisobiga shakllanadi va undan harbiy xarajat, sog'liqni saqlash, infratuzilma, qarz bo'yicha foiz to'lovlari va hokazolar qoplanadi. Xo'sh, agar hukumat xarajatlari kelayotgan tushumdan oshib ketsa nima bo'ladi? Bunaqa vaziyatda u farqni qoplash uchun qarz olishga majbur bo'ladi. Buni biror kishini kredit kartasi bilan solishtirish mumkin. Agar siz daromadingizdan ko'p pul sarflasangiz, farqni kredit karta bilan to'laysiz. Lekin kartadagi qarzni foizi bilan qaytarishingiz kerak bo'ladi. Xuddi shunaqa AQSh hukumati ham yillar davomida soliqlardan keladigan tushumdan ko'proq mablag' sarflagan va farqi esa yangi qarz hisobiga yopib kelgan. Natijada qarz summasi yildan-yilga o'sib boryapti. AQShda esa muntazam aynan kimlardan qarz olayotgani haqida video davomida batafsil to'xtalamiz. Xo'sh, bu muammo qachon inqirozga aylanishi mumkin? Agar qarz bo'yicha to'lovlar mamlakat yalpi ichki mahsuloti hajmiga nisbatan haddan tashqari oshib ketsa, vaziyat jiddiylashadi. Hozirgi o'zida AQSh hukumati xarajatlari nazoratdan allaqachon chiqib ketgan. Soliq tushumlari esa bu o'sishga yetib ulgurmayapti. Xuddi hukumat o'zini kredit kartasining limitini to'liq ishlatib bo'lgandi. Natijada AQSh davlat qarzi yalpi ichki mahsulotga nisbatan 120% ga yetdi. Ya'ni davlat endi 1 yillik iqtisodiy ishlab chiqarish hajmidan ham ko'ra ko'proq qarzga ega. Bu ko'rsatkich AQSh tarixidagi eng yuqori daraja. Hatto Ikkinchi jahon urushi yillaridagi rekord nuqtadan ham oshib ketgan. Hozir esa hech qanaqa jahon urushi bo'lmayapti, lekin qarz shu urush paytidagidan ham tezroq o'syapti. Odamlar bu holatni suveren qarz inqirozi, ya'ni davlat qarz inqirozi deb nomlashni boshladi. Odatda bunaqa atama rivojlanayotgan davlatlar uchun qo'llanilardi. Lekin endi Amerika Qo'shma Shtatlari degan so'z bilan ham yonma-yon tilga olinyapti. Xo'sh, o'zi vaziyat qanchalik jiddiy? 1981-yil 23-oktyabrda AQSh davlat qarzi birinchi marta $1 trillion davomini zabt etgan. Qiziq tarafi, buncha qarzni yig'ish uchun AQSh tashkil topgan 1776-yildan to 1981-yilgacha 205 yil vaqt ketgan. Lekin 2024-yilga kelib AQSh har yili $1 trillion dan oshiq pulni faqat qarz foizlarini to'lashga sarflayapti. Ya'ni hozir har yili faqat qarzni foizini qoplash uchun 1981-yilda juda katta ko'ringan mablag' ishlatilyapti. Sobiq prezident Bill Clinton 1990-yillarning oxirida qisqa muddatga bo'lsa ham federal byudjetni bir muncha muvozanatlashga erishgan. Ya'ni qarz olish zaruratini vaqtincha to'xtata olgan edi. Lekin umumiy qarz yig'ilishini tek-tuk bilan to'xtatib bo'lmadi. 1981-yildan beri AQSh davlat qarzi hajmi qariyb 38 barobar ko'paydi. Ikkinchi jahon urushidan keyin deyarli 30 yil davomida qarz va yalpi ichki mahsulot nisbati stabil saqlanib turgan bo'lsa, 1980-yillardan boshlab qarz egri chizig'i yuqoriga qarab ko'tarilish boshladi. 2000-yillarga kelib esa yanada kattalashib ketdi. Masalan, prezident Jorj Bush davrida Iroq va Afg'onistondagi urushlar sabab qarz yana $6 trillion ko'paygan. Keyinchalik prezident Barak Obama 2008-yilgi moliyaviy inqirozdan keyingi iqtisodiyotni rag'batlantirish dasturlari doirasida $9 trillion ga yaqin yangi qarz olgan. Prezident Donald Trump davrida soliq stavkalari pasaytirildi va harbiy xarajatlar oshirildi. Natijada qarz yana $708 trillion ga o'sdi. Prezident Joe Biden davrida esa COVID-19 pandemiyasidan keyingi tiklanish choralari hisobiga davlat qarzi ustiga qariyb $5 trillion qo'shildi. Natijada 2020-yildan 2025-yil boshigacha bor yo'g'i 5 yil ichida AQSh qarzi ya'ni $13 trillion ga oshib, 38 trillionlik nuqtadan ham o'tib ketdi. Dunyoni ham bu holat borgan sari o'ylantirishni boshlagan. 2024-yil iyun oyida Xalqaro valyuta jamg'armasi IMF AQSh qarzini bunaqa suratda o'sishi AQSh va global iqtisodiyot uchun sezilarli xatar ekanini rasman ma'lum qilgan. AQSh ulkan qarziga yillar davomida siyosatchilar ko'z yumib kelgan. Chunki uni qisqartirish bo'yicha jiddiy qadam tashlash siyosiy jihatdan juda noqulay.
To'g'ri, 38 trillion dollarlik qarz bugun yoki ertaga qaytarilishi kerak bo'lgan summa emas. Hatto ba'zi davlatlar, masalan, Buyuk Britaniya hali ham Napoleon urushlari davrida olingan qarzlarning qoldig'ini to'lab keladi. Haqiqiy muammo qarzni umumiy hajmi uchun to'lanayotgan katta foiz to'lovlari va kelajakda soliq tushumi yetmay qolishida bo'ladi. Mashhur investor Ray Dalio'ning bir fikrini eshitib ko'ring. Biz uzoq muddatli perspektivada qarz bo'yicha foizlarni to'lash uchun ham qarz olinadigan bosqichga o'tdik. Va qachonki qarz o'sishi daromad o'sishidan tezlashsa, foiz to'lovlari budjet xarajatlarining yanada kattaroq qismini egallay boshlaydi. Bu jarayon esa o'z-o'zidan tezlashaveradi. Biz aynan mana shu tezlashuv nuqtasidamiz. COVID-19 pandemiyasidan keyin inflyatsiya ko'tarilganda, AQSh Federal rezerv tizimi narxlarning o'sishini ushlab turish uchun foiz stavkalarini keskin ko'tardi. Bu yurishning aks ta'siri davlat qarzi bo'yicha foiz to'lovlariga ham yetib, kutilmaganda ko'tarilib ketdi. Endi federal budjetning katta bitta qismi qarzlarni faqat foizini to'lashga ketyapti. Bu mablag'lar yo'llar, ta'lim va boshqa foydali sohalarga yo'naltirilishi mumkin bo'lardi. Agar foiz stavkalari yuqori darajada yurishi davom etadigan bo'lsa, bu tendensiya yana ham xavfli bo'lib boradi. Hozir o'zida qarz bo'yicha foiz to'lovlari mudofaa va ijtimoiy ta'minot dasturlaridan keyin federal budjetdagi eng katta xarajat turiga aylangan va tez orada budjetning eng katta qismiga ham aylanishi mumkin. Bu bo'yicha xavotirlar allaqachon sezilyapti. 2023-yil 10-noyabr kuni xalqaro reyting agentligi Moody's AQSh kredit reytingi bo'yicha bahosini barqarordan salbiyga o'zgartirdi. Ya'ni bu moliya bozorlarida AQSh qarzlarini qaytarishga bo'lgan ishonch odamlar o'rtasida tobora kamayib borayotganini bildiradi. Agar qarz o'sishi shu tarzda davom etadigan bo'lsa va Amerika hukumati bir kun foiz to'lovlarini to'la olmaydigan darajaga tushib qolsa, ya'ni rostdan ham default holati yuz beradigan bo'lsa, nima bo'ladi? AQSh dollari qadrsizlanib ketadimi? Keng ko'lamli depressiya boshlanadimi? Hozir bu savollarning hammasiga birin-ketin javob berishga harakat qilaman. Tasavvur qilaylik, hozirgi qarz ko'payish tendensiyasi yana 10 yil davom etdi va oxir-oqibat AQSh hukumati qarzini foizlarini ham to'la olmaydigan darajaga, default holatiga tushib qoldi. Bunaqa vaziyatda nimalar yuz berishi mumkin? Buni tushunish uchun eng avvalo obligatsiyalar bozori haqida qisqacha to'xtalib o'tishimiz kerak. AQSh davlat obligatsiyalari bozori global moliya tizimining eng muhim nuqtalaridan bittasi hisoblanadi. AQSh hukumati obligatsiya chiqarganda u investorlar oldida siz bergan qarzni falon muddatda foizi bilan qaytaraman deb va'da yozilgan qog'oz beradi. Xususiy investorlar, banklar va xorijiy davlatlar AQSh obligatsiyalarini dunyodagi eng stabil sarmoyalardan bittasi deb bilishadi. Sababi obligatsiyalar bo'yicha hukumat muntazam ravishda foiz to'lab turadi. Daromad unchalik yuqori bo'lmasa ham juda ishonchli hisoblanadi. Kuni kelib AQSh hukumatining qarz bo'yicha foiz to'lovlarini to'la olmasligi aniq bo'lsa, bu investorlar uchun dahshatli signal bo'ladi. Ular pulni qaytara olmay qolishdan qo'rqib, qo'llaridagi obligatsiyalarni bozorga chiqarib sotishga tushadi. Lekin bu paytda bu qog'ozlarni bozorda sotib oladigan odam topilmaydi. Chunki hamma ulardan qutulish harakatida bo'ladi. Bu holat xuddi AQSh obligatsiyalari qo'lni kuydiradigan, yonib turadigan ko'mirga o'xshab qoladi. Natijada obligatsiyalar narxi qulaydi. Ya'ni ularning bozordagi bahosi tushib ketadi. Lekin obligatsiya narxi pasaysa, undan keladigan foiz daromadi aksincha oshadi. Risk oshgani sari investorlar o'zini pullarini AQShga qarz berib qo'ygandan afsuslanib va agar pulimni yo'qotadigan bo'lsam ham, unda faqat katta foiz evaziga shu tavakkalga boraman degan qaror keladi. Oqibatda obligatsiyalar foiz darajasi yanada ko'tarilib ketadi. Tasavvur qiling, yillik 4% atrofida daromad keltirib turadigan AQSh 10 yillik obligatsiyalari bor yo'g'i 1 oy ichida 10-12% yillik daromad talab qiladigan risk qog'ozlariga aylanib ketishi mumkin. Bunaqa sharoitda AQSh iqtisodiyotining kelajagi qanaqa bo'ladi? Birinchi o'rinda stabillik yo'qoladi va noaniqlik kuchayadi. Turli mutaxassislar bu borada har xil ssenariylarni aytishadi. Umuman olganda, jarayonning rivojlanishi bo'yicha ikki qarama-qarshi yo'nalishni tasavvur qilish mumkin: optimistik va pessimistik. Hozir har ikki ssenariyda yuz berishi mumkin bo'lgan oqibatlarni ko'rib chiqamiz. Ijobiy ssenariyda AQSh default holatiga tushgan taqdirda ham ayrim investorlar AQSh obligatsiyalarini yoppasiga sotib olmaydi. Balki boshqa mamlakatlardagi aksiyalardan ko'ra AQSh obligatsiyalarini arzonlagan paytda sotib olishni foydaliroq deb bilishi mumkin. Amerika hali ham innovatsion iqtisodiyotga ega. Yirik kompaniyalar va kuchli institutlar mamlakati bo'lib tursa, global investorlar uchun AQShga pul qo'yish mantig'i saqlanib qolaveradi. Yana bir sabab, AQSh hukumati inqirozga javoban iqtisodiyotni qo'llab-quvvatlash uchun misli ko'rilmagan darajada fiskal stimulyatsiya e'lon qilishi mumkin. Masalan, ulkan infratuzilma loyihalariga pul ajratish, aholiga to'g'ridan-to'g'ri to'lovlarni ajratish, soliq imtiyozlari va hokazo. Bunday qo'shimcha davlat xarajatlari dollar qiymatini keskin tushiradi va hatto milliy valyutani vaqtincha inqiroz holatiga keltiradi. Dollar qadrsizlanishi amerikaliklar uchun juda og'ir bo'lsa ham, bu holat uzoq davom etmasligi mumkin. Agar hozir gaplashayotgan omilimiz o'yinga qo'shilsa. AQSh valyutasi qiymatining tushishi Amerikaning tovar va xizmatlari xorijiy bozorlarda nisbatan arzonlashganini bildiradi. Ya'ni dollar qadrsizlangach, Amerika eksporti jahon bozorida raqobatbardosh ustunlikka ega bo'ladi. Bu esa AQSh sanoatini tiklashga va ishlab chiqarishni oshirishga kuchli turtki berishi mumkin. Agar default oqibatida yuz bergan qisqa muddatli iqtisodiy zarbadan keyin ham AQSh korxonalari sifatli va dunyoda talab yuqori bo'lgan mahsulotlarni yetkazib berishda davom etadigan bo'lsa,
Vaqt o'tishi bilan mamlakat iqtisodiyoti yangi bum bosqichiga kirish ehtimoli bor. Bu o'sish esa o'z navbatida davlat byudjetiga ko'proq soliq tushumlari keltiradi va hukumat qarzlarini qaytarishni boshlash uchun sharoit yaratadi. Masalan, o'tgan safar AQSh qarzi yalpi ichki mahsulotiga nisbatan deyarli teng bo'lib qolgan davr Ikkinchi jahon urushi yakunlari bo'lgan. Lekin urush tugagach Amerika sanoat kuchi tinch maqsadlarga yo'naltirilib, iqtisodiyot qudratli yuksalish davrini boshlagan. Qarz muammosi o'sishga nisbatan juda kichrayib ketgan. Yana bir muhim qism, foiz stavkalari keskin ko'tarilib, AQSh obligatsiyalari 10-12% yillik daromad va'da qilishni boshlasa ham, AQSh ichki investor va tashkilotlari riskka qaramasdan obligatsiyalarni sotib olishga yana qiziqish bildirishi mumkin. Boshqacha aytadigan bo'lsak, juda riskli bo'lsa ham, yuqori daromad evaziga amerikalik investorlar o'z pullarini boshqa aniq bo'lmagan riskli aktivlardan chiqarib, AQSh davlat obligatsiyalariga tikish tanlashlari mumkin. Bu uchun mamlakatda minimal moliyaviy stabillik saqlanib turishi va hukumat o'z faoliyatini davom ettirayotgan bo'lishi muhim. Eng asosiysi, bunaqa vaziyatda hukumat moliyaviy intizomni kuchaytirishi, pullarni samarali va o'sadigan yo'nalishlarga yo'naltirishi kerak bo'ladi. Ikkinchi salbiy ssenariyda bo'lsa, qarzni vaqtida qaytara olmaslik davlat iqtisodiyotiga bo'lgan ishonchni jiddiy zaiflashtiradi. Investorlar AQSh davlat obligatsiyalarini hech kim sotib olmasligidan qo'rqib, ularni bozorga chiqaradi, lekin bozorda oluvchi topilmaydi. Hatto obligatsiyalar foiz daromadi osmonga ko'tarilib, qog'ozlar juda arzon bo'lib qolsa ham, hech kim risk qilib ularni ushlab o'tirmaydi. Natijada AQSh moliya bozorlarida keskin volatillik boshlanadi. Investorlar qochadi va iqtisodiy o'sish to'xtab qoladi. Hatto iqtisodiy tanazzulga yuz tutishi ham mumkin. Bunaqa holat 2000-yillarning boshida default e'lon qilingan Argentina misolida kuzatilgan. Obligatsiyalar juda ham baland foiz taklif qilgan, lekin ishonchsizlik sabab baribir ularni hech kim olishni xohlamagan. Davlat obligatsiyalari bo'yicha foizlarning ko'tarilishi faqat hukumat uchungina emas, balki oddiy fuqarolar, biznes uchun ham salbiy ta'sirga ega. Kredit resurslari, masalan, ipoteka va biznes kreditlari qimmatlashadi. Banklar qarz berishni qiyinlashtiradi. Yirik loyihalarni moliyalashtirish kamayadi. Oddiy aholi va kompaniyalar qarz olishdan qo'rqib, xarajat va investitsiyalarni qisqartiradi. Bu esa umumiy iqtisodiy yurishi pasayishi va budjetga tushumlarni qisqarishini bildiradi. AQSh qarzining defolti faqat Amerika bilan cheklanmaydi. U butun jahon moliya tizimida seziladi. Jahonning eng yirik iqtisodiyoti o'z investorlariga va'da qilingan pullarni qaytara olmasligi haqidagi xabar global ishonch inqiroziga sabab bo'ladi. Investorlar vahimaga tushib, o'zini mablag'larini barcha riskli aktivlardan chiqarib olishga va faqat eng xavfsiz deb hisoblangan variantlarga o'tkazishga harakat qilishadi. Bunaqa variant sifatida odatda oltinga o'xshash qimmatbaho metallar yoki boshqa yirik davlatlarning obligatsiyalari tanlanadi. Natijada ular tanlagan risksiz aktivlarning narxi keskin oshadi. Jahon bo'yicha moliyaviy tizimda zanjir reaksiyasi yuzaga keladi. Aksiya indekslari tushadi, investitsiya fondlari qiymati kamayadi. Banklar likvid bilan bog'liq muammolarga duch keladi va hokazo. Obligatsiyalar bozori qulashi va foiz stavkalarining ko'tarilishini kuzatib, AQSh Markaziy banki favqulodda choralar ko'rishi mumkin. U bozorga katta miqdorda pul ajratib, davlat obligatsiyalarini o'zi sotib olishni boshlaydi. Maqsad obligatsiyalar narxini sun'iy ushlab turish va foiz daromadini pasaytirish. Shu bilan birga ichki bozorda kredit stavkalarini tushirish orqali iqtisodiy yurishga yordamlashadi. Lekin buni amalga oshirish uchun tarixda bo'lmagan darajada ko'p pul bosib chiqarishga to'g'ri keladi. Chunki dunyo bo'yicha investorlar AQSh obligatsiyalarini ommaviy sotayotgan bir paytda bu teshikni yopish juda ham qiyin bo'ladi. Natijada AQShda inflyatsiya yanada oshib, dollar qadrsizlanadi va Markaziy banki bunaqa agressiv ishiga qaramasdan investorlarning AQShga bo'lgan ishonchi battar kamayadi. Sanab o'tgan omillarimiz real hayotda bir vaqtda turli darajada ko'rinish berishi mumkin. Ya'ni ijobiy va salbiy jarayonlarning ayrimlarini birga ko'rish ehtimoli ham yo'q emas. Yakunda esa masala investorlarning AQShga bo'lgan ishonchiga borib taqaladi. Amerikaning innovatsion va iqtisodiy kuchiga ishonch saqlanib qoladimi yoki global moliyaviy hamjamiyat AQShni isloh qilib bo'lmas darajadagi ishonchsiz qarzdor sifatida qabul qila boshlaydimi? Bu savollarga afsuski hozircha aniq javob yo'q. Ma'lum bir muddat davomida AQSh hukumati bozordan qarz olib kun kechirishda davom etishi mumkin albatta. Lekin omadga suyanib qarzni cheksiz ko'paytirib borishi ham chegarasi bor. Ertami-kechmi qarz inqirozini hal qilishga jiddiy kirishmaslik katta falokatlarga olib kelishi mumkin. Keyingi juda ham muhim bo'lgan nuqta valyuta kurslari va inflyatsiya bilan bog'liq. AQSh obligatsiyalari foizi oshishi bilan AQSh aktivlari jahon bozorida to'laqonli ustunlikka ega bo'ladi. Endi global investorlar bo'sh turgan pullarini AQSh obligatsiyalariga olib kelib qo'yishadi. Agar boshqa biror davlat, hatto rivojlangan davlat bo'lsa ham AQSh bilan raqobat qila olmasa, ya'ni o'z obligatsiyalarini shuncha daromadli taklif qila olmasa, investorlar o'sha davlatdan kapitalni AQSh tomoniga olib o'tadi. Bu o'sha mamlakat milliy valyutasi qadrsizlanishiga olib keladi. Natijada o'sha davlat uchun import qilinadigan mahsulotlar qimmatlashadi va inflyatsiya oshib ketadi. Shu sabab boshqa davlatlar ham markaziy banklari orqali foiz stavkalarini oshirishga majbur bo'ladi. Shunda ularning obligatsiyalari ham yuqoriroq daromad taklif qilib, investorlarni ushlab qoladi. Bo'lmasa ular inflyatsiyani nazorat qila olmay qolishadi. Xullas, AQShdagi foiz stavkalarining keskin oshishi butun dunyo bo'yicha foiz stavkalarini zanjir reaksiyasi kabi oshirib boradi. Global miqyosda valyutalar urushi boshlanadi. Bu esa bevosita barchamizga ta'sir qiladi.
Foizlar ko'tarilgani pulni qarzga olish qimmatlashadi degani. Dunyodagi aksariyat odamlarga bu narsa yuqori ipoteka to'lovlari, kredit stavkalarining oshishi, bizneslar uchun qarz mablag'ining qimmatlashi tarzida bilinadi. Boshqacha aytganda, AQShdagi moliyaviy qimirlashlar oddiy odamlarning ham cho'ntagiga ta'sir o'tkazishni boshlaydi. Shu joyda yana bitta tabiiy savol tug'iladi. AQSh davlat obligatsiyalarini kimlar ushlab turibdi? Agar AQSh default holatiga tushsa, eng katta zararni aynan ular, ya'ni AQSh kreditorlari ko'radi. Ularning asosiy toifalari qaysilar? AQSh davlat qarzining bir qismi mamlakat ichidagi obligatsiya egalari, masalan, Amerika investitsiya jamg'armalari, pensiya jamg'armalari va hatto oddiy fuqarolar qo'lida bo'lsa ham, juda katta ulushi xorijdagi kreditorlarga tegishli. Yirik xorijiy kreditorlar safida Yaponiya, Xitoy, Buyuk Britaniya birinchilardan. Shuningdek, dunyoning ko'plab davlatlari markaziy banklari, xalqaro tijorat banklari, investitsiya fondlari va suveren boylik jamg'armalari ham 100 milliard dollarlik AQSh obligatsiyalarini o'zini balanslarida ushlab turibdi. Qizig'i, AQSh hukumatining o'zi ham o'ziga qarzdor. Masalan, AQSh ijtimoiy ta'minot jamg'armasi va boshqa ayrim davlat pensiya fondlari ham o'z ortiqcha mablag'larini AQSh obligatsiyalariga joylashtirgan, ya'ni hukumat bir cho'ntagi bilan ikkinchi cho'ntagiga qarz bergan deyish mumkin. Bunga global miqyosda qaraydigan bo'lsak, AQSh defolti yuqoridagi barcha kreditorlar uchun katta yo'qotishlarga olib keladi. AQSh qarz bozorining inqirozi hech qachon ko'rilmagan moliyaviy xavf keltirib chiqarishi mumkin. Uni zarbalari qayerga va qanaqa shaklda tegishini oldindan aytish qiyin. Ba'zi ekspertlarning fikricha, agar inflyatsiya past bo'lib, iqtisodiy o'sish davom etadigan bo'lsa, yuqori qarz darajalarini ham boshqarish va foiz to'lovlarini doimiy amalga oshirib borish mumkin. IMF mutaxassislari ham qarz hajmidan ko'ra uni uzoqroq muddatda stabilligini, ya'ni qarz yukini oshirmasdan doimiy boshqarib borish muhimroq ekanini ta'kidlashadi. Lekin boshqa turdagi iqtisodchilar, jumladan Garvard professori Kenneth Rogoff ogohlantirishicha, AQSh hozirgi yo'ldan agar davom etadigan bo'lsa, investorlarning ishonchini butunlay yo'qotishi mumkin. Bu esa foiz stavkalarining keskin oshib ketishiga va global iqtisodiyot xavf ostida qolishiga olib keladi. Shuni unutmaslik kerakki, AQSh dollari haligacha dunyoning asosiy rezerv valyutasi hisoblanadi. AQSh obligatsiya bozoridagi har qanaqa jiddiy muammo dollar kursining qulashi va global moliyaviy tizimi portlashiga teng bo'lishi hech gap emas. Bekorga yetishmaydi. AQSh aksirsa dunyo shamollaydi. Yuqoridagi ssenariylar qo'rqinchli ko'rinishi mumkin, lekin voqealar xuddi shunaqa davom etadi deb bo'lmaydi. AQSh hukumati siyosatini o'z vaqtida o'zgartira olsa, bu inqirozni oldini olish imkoniyati bor. Endi qarz inqirozini oldini olish uchun qanaqa choralar ko'rish mumkinligini birgalikda ko'rib chiqamiz. AQSh hukumatining oldida asosiy 4 ta yo'l bor. Iqtisodiy o'sish evaziga qarz yukini yengillashtirish, markaziy bank orqali qo'shimcha pul bosib chiqarib qarzni yopish, soliqlarni oshirish hisobiga byudjetni boyitish va davlat xarajatlarini qisqartirish. Hozir bu usullarning har biriga alohida to'xtalamiz. E'tibor qaratish kerak bo'lgan tomoni, bu variantlardan biri byudjet sarfini optimallashtirishda yuqori samaraga ega yechim sifatida ko'rilyapti. Iqtisodiy o'sish davrini boshlash qarz inqirozidan chiqishi eng yengil yo'llardan biri bo'ladi. Chunki davlat qarzi o'zgarmagan taqdirda ham iqtisodiyot hajmi kengaysa, qarz nisbatan kichrayadi. Ma'lumki, iqtisodiy o'sish yuqori bo'lsa, qarzda yalpi ichki mahsulotga nisbati vaqt o'tishi bilan tabiiy ravishda pasayib boradi. Chunki davlat qarzi o'zgarmagan taqdirda ham iqtisodiyot hajmi o'sib boradi. Yangi sanoat tarmoqlari, innovatsiyalar paydo bo'lishi va ishlab chiqarish oshishi orqali mamlakat o'z qarz yukini bir muncha yengillashtira oladi. Albatta, bunaqa yuksalish ro'y berishi uchun inqiroz davrida markaziy bank hamda hukumat juda nozik va mas'uliyatli siyosat yuritishi kerak bo'ladi. Ba'zi mutaxassislarning fikricha, AQSh texnik jihatdan hech qachon default holatiga tushmaydi. O'zini markaziy bank yordamida istalgan payt majburiyatlarini bajarish uchun pul chiqarishi mumkin. Masalan, Nobel mukofoti laureati iqtisodchi Paul Krugman AQSh odatiy ma'nodagi defoltga uchramasligi mumkin, lekin u o'z qarzini inflyatsiya orqali yo'q qilib yuborishi defoltning yana bir shaklidir degan. Biroq davlat qarzidan qutulishning bunday yo'li, ya'ni markaziy bankni ishga solib katta miqdorda pul bosib chiqarish juda ham xavfli. Hukumat yangi chiqarilgan pullar hisobiga qarzlarni oson to'lab yuborishi mumkin, lekin evaziga milliy valyuta keskin qadrsizlanadi. Juda ko'p pul bosib chiqarilsa, ortiqcha taklif paydo bo'ladi va natijada pullar qiymati tushib ketadi. Boshqacha aytganda, giperinflyatsiya xavfi yuzaga keladi. Narxlar boshqarib bo'lmas darajada tez o'sa boshlaydi. Dollar o'zini qiymatini yo'qotib, deyarli qog'oz parchasiga aylanadi. Biza bilgan AQSh dollari hozirda xalqaro zaxira valyutasi va global savdo operatsiyalarining qariyb 60% ishlatiladi. Agar AQSh qarz muammosini hal qilish uchun bosmaxonani to'liq quvvatda ishga solsa va trillionlab yangi dollarlarni iqtisodiyotga kiritadigan bo'lsa, bu butun jahon moliya bozorlarini boshini og'ritadi. Dunyo bo'yicha AQSh dollariga bo'lgan ishonch yo'qolishi, xalqaro savdo tizimi ishdan chiqishi mumkin. Xullas, real hayotda AQSh rasmiylari bunaqa variantga faqat eng so'nggi ojiz chora sifatida juda og'ir vaziyatda qo'l uradi yoki umuman yaqinlashmaslikka harakat qiladi. Yana bir boshqa yechim davlat byudjetiga tushadigan tushumlarni oshirish, masalan, soliq stavkalarini ko'tarish orqali ko'proq pul yig'ish va shu orqali qarzlarni yopish. Nazariy jihatdan bu mantiqli ko'rinadi. Davlat daromadi qancha ko'p bo'lsa, qarzlarni qaytarishga shuncha imkoniyat ko'tariladi. Amalda esa, ayniqsa hozirgi sharoitda bu yo'l juda ham qiyin. Sababi bugungi kunda amerikalik soliq to'lovchilar allaqachon iqtisodiy qiyinchiliklar, inflyatsiya va turmush darajasini juda ham pasayib ketgani bilan kurashyapti.
Soliq stavkalarini yanada oshirilishi ularning byudjetiga qo'shimcha yuk bo'ladi va iste'mol hamda iqtisodiy faollikni yanada pasaytirishi mumkin. Undan tashqari, soliqlarni oshirish siyosiy jihatdan ham juda ham mashhur bo'lmagan qaror. Chunki saylovchilar nazarida bunaqa qadam hech qachon hech qaysi rahbarga ochko olib kelib bermaydi. Natijada siyosatchilarda bunaqa qarorni qat'iy amalga oshirishga iroda yetishmasligi mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yaqin yillarda AQSh soliqlarni keskin oshirish ehtimoli juda ham kam. Va bu choralarning ichida eng to'g'ri va amalga oshirish nisbatan real ko'rinayotgan yo'l davlat xarajatlarini qisqartirish, byudjetni tejab, ortiqcha xarajatlarni yo'qotish. Oddiy qilib aytganda, hukumat belini mahkamroq bog'lashi kerak bo'ladi. Har yili AQSh byudjetidan ketadigan behuda katta summalarni tasavvur qilish qiyin. Turli baholashlarga ko'ra, kamida 250 milliard dollardan tortib, hatto 1 trillion dollargacha mablag'lar samarasiz sarf xarajatlar va xatolar sabab yo'qotiladi. Masalan, AQSh hisobdorlik palatasi GAO ma'lumotlariga ko'ra, so'nggi 20 yilda hukumat turli noto'g'ri to'lovlar oqibatida qariyb 2,4 trillion dollar pulni foydasiz sarflagan. Bu har yili o'rtacha 120 milliard dollardan oshiq pul havoga sovurilgan degani. Agar hukumat mana shunaqa yastig'ini tagida yotgan pullarni samarali ishlatishga o'rgansa, vaqt o'tishi bilan ham qarz yukini yengillashtira oladi. Washington siyosatchilari xarajatlarni kamaytirish yo'lida turli g'oyalar bilan chiqib turishgan. Misol uchun 2011-yilda qabul qilingan byudjetni nazorat qilish to'g'risidagi qonun federal xarajatlarni o'sishiga ma'lum vaqt cheklov o'rnatgandi. Lekin keyingi yillarda bu cheklovlar bir necha marta bekor qilindi va siyosatchilar yana ortiqcha xarajat qilishga qaror qilishdi. Demak, davlat byudjetini normallashtirish va ortiqcha xarajatlarni olib tashlash masalasida eng asosiy talab kuchli siyosiy iroda va uzoqqa ko'zlagan strategik yondashuv hisoblanadi. Agar siyosatchilar qisqa muddatli manfaatlarni chetga surib, mamlakat kelajagini o'ylab qaror qabul qiladigan bo'lsa, byudjetni normallashtirish orqali qarz inqirozini oldini olish imkoniyati mavjud. AQSh davlat qarzini hal qilish yo'lida so'nggi yillardagi eng noodatiy takliflardan bittasi trillion dollarlik tangani chiqarish g'oyasi bo'lib turibdi. Bu fikr hazil yoki fantastikadek tuyulishi mumkin, lekin qonuniy tarafdan bunaqa imkoniyat haqiqatan ham mavjud. AQSh qonunchiligi mamlakat g'aznachiligi o'z xohishiga ko'ra istalgan nominatsiyada platina tangalar zarb etishi mumkin. Demak, nazariy jihatdan g'aznachilik qiymati naq 1 trillion dollarga teng bo'lgan bitta platina tangani chiqarib, uni AQSh markaziy bankiga topshirishi va shu orqali o'z hisob raqamiga 1 trillion dollar yozdirib qo'yishi mumkin. Bu pullar bilan esa qarzni bir qismini yopish imkoniyati paydo bo'ladi. Lekin masalaning ikkinchi tomoni ham bor. Jahon moliya bozorlari va investorlar buni rostdan ham qabul qiladimi? Pul yaratishda bunaqa o'yinga o'xshash yo'li investorlarda AQSh moliyasiga bo'lgan ishonchi ildizi bilan quritib yubormasligiga kim kafolat beradi? Shu sabab vaqti bilan bunaqa takliflar ko'tarilib tursa-da, vaziyatga real qarasak, istisno holatlar bo'lmasa, uni amalga oshirish deyarli imkonsiz. AQSh davlat qarzi borgan sari nazoratdan chiqayotgan vaqtda turibmiz. Federal hukumat juda yuqori darajada xarajat qilyapti, lekin byudjet daromadlari bunga yetmayapti. Tarixan olib qaraydigan bo'lsak, AQSh og'ir moliyaviy vaziyatlardan odatda eson-omon chiqib ketgan. Bunda ko'p jihatdan Amerika dollarini global zaxira valyutasi maqomi va uni jahon moliya tizimidagi yetakchi o'rni yordam bergan. Lekin bu safar vaziyat sal jiddiyroq. Agar hozirdan boshlab qarz muammosiga qarshi real choralar ko'rilmasa, kelgusi 10-20 yil ichida hatto dunyoning eng qudratli iqtisodiyoti bo'lgan AQSh ham sarmoyadorlar oldida majburiyatlarni bajarishda katta muammolarga duch kelib qolishi mumkin. Albatta, bu biz aytayotgan ehtimoliy inqiroz yaqin yillar emas, balki 10 yilliklar masalasidir. Vaqt bor, lekin uni bekor o'tkazmaslik kerak. Moliya tizimidagi bugungi holat juda murakkab va ko'p narsa AQSh rahbariyatining yaqin yillardagi qarorlariga bog'liq. Ma'lum bir yechimlarni bugundan qo'llash orqali kelajakdagi qarz bombasi portlashini oldini olish mumkin. Eng avvalo siyosatchilar muammoni keyinga surishdan voz kechib, byudjet xarajatlarini optimallashtirish va samarasiz sarflarni qisqartirishga jiddiy kirishlari kerak. Hisob-kitoblarga ko'ra, aynan shu yo'l byudjetda har yili 100 milliardlab qo'shimcha mablag' topib berishi mumkin. Davlat qarzi soatining soniya bandi tinimsiz ishlab turibdi. Vaqt esa borgan sari kamayyapti.